Nima bu? Senga gul olib keldim. Qiz bolaga ham kaktus olib keladimi? Dit-bidis bormisiz o'zi? Tili shirin qizlarga atirgul. Senga o'xshaganlarga kaktus beriladi. Menga o'xshaganlarga? O'zi shu tili shirin degan qizlaringiz-chi, erga tevoguncha o'zini sipo muloyim qiz yoqib olishadi. Ammani borim shu. Yaxshi. Grobga qo'ying. Nimaga? Qo'ying dedim. Allo. Alo, assalomu alaykum. Bugun ko'rishamizmi? Hozir boraman. Xo'p. Xo'p, hozir boraman. Kim bu tushunmadim men. Bilmayman, uydagilar bitta qiz topishibdi. O'shan bilan ko'rishib, uchrashuvga chiqib kelgin deyapti. Siz uchrashuvga chiqasiz. Uydagilarga yo'q deya olmadim. Men nima qilaman bu yerda? Sen hali yoshsan. Senga uylana olmayman baribir. Sen hali yerga tegmaysan. Hozir uydagilarni nimadir deb aldab turishim kerak. Shunga yo'q deya olmadim. SMS keldi. Hozir. Rasm tashlang deyapti. Yo'q, Ha. Iloji boricha o'zingizni xunuk qilib oling, xo'pmi? Yo'q, unaqa qila olmayman. Nimaga? Ber. Yana ham xunukroq. Ko'rgin. Qanaqa rasmga tushsang ham baribir chiroyli chiqadi. Rostdan. Kamerasi vashi tinnu. Men yana SMS yozib keling deb. Nima qilay, boraymi? Telefoningizni zaryadini kam qilib qo'ying. Aha. Siz borganingizda keyin telefoningiz o'chib qolgan bo'ladi, ko'rishmaysiz. Bo'ldi, xo'p. Men. Bu senga. Ay. Garchi qancha oshiqlaring bo'lsa ham mendek sevolmas. Ko'ngil istar bir o'zingni boshqa o'rning bosolmas. Yozay desam ojiz qalam ta'rifinga so'z. Ana qizni tanidingmi? Ha, qaysi qiz? Tanimadingmi? Aptekachi qizmi? Ha? Tanirkansani? Ha. Uzr singlim, ko'rmay qolman deb bundoq yugurib kelayotgandim, bu yoqqa qarab ketyotgandim. Hech qisi yo'q. Uzr? Siz emas, biz emas, bular ko'rmay qoldilar menimcha. Yoki ko'rib turib ataylab urdilar. A? Yo bizani kuzatib yuribsizmi? Boshqa qiladigan ishim yo'qmi? Qiladigan ishingiz yo'q o'xshaydi menimcha. Nima qilyapsiz bu yerda? Yugurishga chiqdim. Ko'rdingmi? Sport bilan shug'ullanar ekan. Biz nima qilyapmiz? Biz ham sport bilan shug'ullanamiz, faqat bugun birinchi kun. Shuni aytmay tursangiz bo'ladi-yu. Yo'q, biz ham birinchi kun emas bugun. Uyda qilyotgandik biza. Ha. Menga qarang, agar yana bir marta yo'limizdan chiqadigan bo'lsangiz, o'zingizdan ko'ring. Men 4 yil boks bilan shug'ullanganman. Meni ham 8 yil boks bilan shug'ullangan joyim bor. Undan tashqari 2 yil karate bilan ham shug'ullanganman. Hozir Baribaga boryapman. 1 yil bo'lib qoldi shekilli. Baryapmisiz? Ha. Nimaga unda qulog'ingiz sinmagan? Qizlarning qulog'i sinmaydi. Qizlar akkuratni trenirovka qilishadi. Yo'q, siz qayerdan bilasiz? Men ham Barbaga borganman 3 kun. Menga qarang, bo'lmabdi sizga. Ko'chada sport qilish. Tushing oldimga uyda qilamiz. Uyda? Ha, Uyda qanaqa qilamiz? ko'rasiz uyda.